Mana bunday sharmandali holatlarni ko'rib bir jahling chiqadi, bir rahming keladi, bir kulging keladi. Xullas kalom, bilasiz, Dubayda boks bo'yicha jahon chempionati o'tkazilyapti va 6 nafar bokschimiz finalga chiqqan. Ertaga final janglari bo'ladi va hammasining raqibi Rossiyadan. O'zi bu musobaqani jahon chempionati emas, Rossiya chempionati yoki Rossiya birinchiligi deb atasa ham bo'larkan deb ko'pchilik aytayapti. Sababi turli bosqichlarda va hattoki yarim final janglarida ham ochiq-oydin yutqazgan kuchsiz rossiyalik bokschilarga g'alaba berib yuboradi, ochiq-oydin. Sababi prezident o'sha Umar Kremelyovmi degan odam rossiyalik, bu tashkilotning hamma homiylari va asosiy homiylari Rossiya tashkilotiga o'sha Gazprom, xullas kalom hammasi pulini ular beradi. Pul bilan bu musobaqa tashkil qilindi, ochiq aytish kerak. Sababi birinchi o'ringa $300,000, ikkinchi o'ringa $150,000, uchinchi o'ringa $75,000 va hattoki beshinchi o'ringa $10,000 pul va'da qilingan. Umumiy